Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hamma sog' salomat yuribdimi? Ishlar bilan charchamay. Hozirgi paytda YouTube kanal ochganim uchun ko'p bo'lmadi. Shunga qaramay sizlarga elektr energiya masalasi bo'yicha har yili qishda bo'ladi. Bu masalani aynan to'g'ri hozirgi paytda ko'pchilik elektr energiyadan muammo bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, ayniqsa tarif borasida, lekin muammolar boshlanyapti. Ya'ni elektr energiya narxi borgan sari qimmatlashib ketyapti. Narx jahon nimasiga monand ketyapti, ya'ni jahon bozoridagi narx-navoga moslashyapti asta-sekinlik bilan O'zbekistondagi elektr energiya narxi. Bu bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan yomon. Nimaga yaxshi tomoniga keladigan bo'lsak, xususiy kompaniyalar, ya'ni xususiy elektr energiya bilan ta'minlangan kompaniyalar kirib kelishi mumkin O'zbekistonga. Ya'ni quyosh panellarini o'rnatish kompaniyalari, misol uchun Solar City mi? Shunaqa quyoshli shahar nimalari bor, kompaniyalar bor. O'shalar kirib kelishi mumkin. Agar jahon bozorida elektr energiya narxi stabil darajada jahon bilan standartlashsa, bu narsa bo'lishi mumkin va atom elektr stansiyalari va umumiy olganda xuddi Yevropaga o'xshab xususiy elektr energiya tariflari chiqishi ham mumkin. Bu borgan sari, ya'ni davlat o'zini to'liq elektr energiya bilan ta'minlashdan o'zini soqit qilish uchun jahon bozoridagi narx bilan tenglashyapti. Bu yomon tomoniga keladigan bo'lsak, yomon tomoni o'rta xalq qatlamdan sal pastroq kambag'al qatlamlarimiz ham bor-da oramizda. O'sha qatlamlar uchun ancha qiyin bo'ladi, chunki ularda oylik past, elektr energiya xarajati yuqori bo'lgani uchun oylikning juda katta qismi chiqib ketishi mumkin. O'sha elektr energiya ayniqsa bu ko'proq qishda bilinadi. Kuz oylarida, qish oylarida bilinadi. Bu masalada muammoni aytib chiqish hammaning ham qo'ldan keladi, lekin yechim berishga keladigan bo'lsa, ko'pchilik bunga yechim bera olmaydi. Shu nuqtai nazardan men aynan o'sha suv bosimi bilan ishlagan elektr energiya ustida ishlayotganimdan hozir mana shu elektr energiya muammosi narxini o'zimning ixtiroim orqali 1 sentga tushirish rejamda bor. Ya'ni 1 kilovat elektr energiya 1 sentga tushadi. Men uchun esa buni ishlab chiqarish juda deyarli tekinga tushadi, chunki suv unaqa qimmat turmaydi. Va undan tashqari suv isrofi ham yo'q unda. 3 tonna suv ketadi, bosimiga ishlatishiga 3 tonna suv ketadi. Lekin unaqa katta isrofgarchilik bo'lmaydi suvda.